Tak, assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda Free Fire'imizga nastroykani udarani qilamiz do'stlar. Bo'lmasam kuzatishda davom etinglar. Kechirasizlar, nastroyga emas panel o'rnatamiz. Xullas bizga MTG Manager kerak. Bu Telegram kanalda bor, обязательно kirib olishingiz mumkin. Men ikkinchi telefondan yuklab olganman faylni, shunday ekan bemalol ikkinchi telefonni qasdan ochaman. Mana shunday kirib ketasizlar, mana bosib, undan keyin mana bu bypassni o'rnatasizlar. Vali mods bypass installni ustiga bosib, kutib turamiz ozroq. Do'stlar, обязательно bu panelni hologramma bemalol biz Telegramimizdan topishingiz mumkin. Описаниеda yokida bizni anaqamizda profilimizda bo'ladi YouTube'da. Bizda hozir mana bilan birortasi tegmaymiz. Ok tugmasini просто bosamiz. MTG Manager o'rnatgan bir tomondan yaxshi bo'ldi, chunki hammaga tushunarli bo'ladi. MTG Manager o'rnatganlarda yangilash so'raydi, lekin yangilamaysiz. Shunda ishlataverasizlar, farqi yo'q uni. Tak, o'rnatilmoqda. Boshdan oxirigacha ko'ringlar, men zaten chunki tushunmasdan keyin asamga tegasizlar, o'rnatilmadi, qilinmadi, boshqa deysizlar. Xo'p, close tugmasini bosamiz. Bizning Free Fire'imiz o'rnatildi, Maximus. Ichiga kirib olamiz. Ozgina kutamiz endi. Qaranglar, mana bu yerda join game panel ustiga bosmaysizlar. Qora ekranning yoniga bosasizlar. Xullas, mana shu turbichi chiqqanni burchaklarni bosasizlar. Telefonning ekranini boshqa burchagiga bosasizlar. Va Valimuz tak, va nihoyat megabaytga ochib oldik do'stlar. Endi sekin kirish qoldi. Biz ruxsat berishni bosamiz, lekin narigisini bosmaymiz. Mana bu chekini bosamiz. Tak, do'stlar, endi bu yerdan Guest account yoki Facebook accountdan foydalanishimiz mumkin. Biz Guest accountdan foydalanamiz va mana bu yerda jild yaratamiz. Bu yerda J Dragon Code. Shunday desa ko'proq ishlaydi. Xafa bo'lmanglar. Просто Dragonda alamim bor. Dragonni o'zi ko'rsa ham alamiz nima deb so'raydi, ishonaveringlar. Mana shunday chiqib qolishi mumkin, lekin biz yonini, ekran yonini bosamiz, ya'ni qora narsani ustiga bosmaymiz, join game anaqa. Tak, do'stlar, biz mana o'rnatib ham oldik. Bu yerda displeyni o'zgartirib olaman o'zimga mosla. Bu yerda bunday qilaman. Xuddi tak bo'ldi. Men o'zimga xud qilib oldim. Endi do'stlar, biz o'yinda polni chiqamiz deb o'yinni yopib, HD Manager headshot hologramni install qilamiz endi do'stlar. Extract bosildi. Ok tugmasini ustiga bosamiz. Yangilash ustiga bosamiz. Aynan ana shuni hozir yangilangan versiyasini taqdim etadi bizga. Ya'ni bypass bilan birga o'rnatiladi-da shunda. Close tugmasini ustiga bosamiz. Free Fire'ga qaytib kiramiz endi Maximizga. Ekranni boshqa joyga bosamiz. Tak, do'stlar, shuni kirib ketyapti. Hech qanaqa muammosiz. Hech qanaqa VPN kerak emas, al server. Tak, mana akkauntimizga kirib oldik. Endi biz o'yinga bemalol tashlaylik bo'ladi do'stlar. Hop, birinchi nima o'ynaymiz do'stlar? Kuchliroq o'ynaymiz, давайте. Bosdik. O'yinga start berildi. Ruxsat bosamiz, qolganiga tegmaymiz. Endi telefonni bemalol o'ynasak bo'ladi mana. Tak, mana buni bosamiz va ketdik do'stlar. Mana bu o'yinchoq anaqadan yo'qotib tashlayman. Off. Sakcha yetirib qo'yaman do'stlar, xabar qilib. Odamni ko'rishim uchun, o'zi odam ko'rishim. Aytib o'tay, bunda anaqa yo'q, info do'stlar. Do'stlar, vibratsiya asam buzyapti.
O'yinni ovozini sal ko'tarib qo'yaman desam, da men bu yoqqa ketaman.